Assalamu alaikum qarindoshlar. Anglayotganinglar Doktor Mamtimin Alaning Uyg'ur qatlami psixologiyalik nazar nomli kitobi. Bugun o'qiydiganimiz Xitoyning Uyg'urlarga olib berayotgan psixologiyalik urushi. U dal yaxshi tashviqotning barliq omillaridir. Sen hech kim qarshi tura olmaydigan va hamma odam qo'llaydigan bir shiorni ijod qilmoqchi. Hech kim uning nima ma'ni beraydiganligini bilmaydi. Chunki u hech nimani bildirmaydi. Noam Chomsky. Biz urushdimiz va bizning dushmanimiz töven angsizlikning hammani sömürdiganligini biladi. Wayne Gerard Terotman. Qatlam bir odamni o'ldirishni bildirmaydi. Ammo qanchalik odamni o'ldirsa, ondan uning qatlamning o'lchimiga tushadiganligi haqidami aniq bir belgilama yo'q. Aniq shuki, har bir hayot muqaddasdir. Uning yashash huquqi bardir. Ammo qatlam dal mana shu hayotni vayron qiladi. Bu huquqni oyoq osti qiladi. Uning maqsadi ma'lum guruh xalqni ularning irqiy, diniy, tarixiy va siyosiy qarash tufaylidan vayron qilishdir. Bu ma'nodan qatlam nishon qilingan guruhining a'zolarini qora qo'yiq o'ltirish orqali ularning butkul hayotlik manbalarining hammini vayron qilishni ko'zlaydi. Bular bizning Holocaustda, Rwanda qatlamida, Kambodja va Rohingyalarning qatlamida ko'rganlarimizdir. Bu kollektiv harakat ushbu qatlamning qurbonlariga tasavvur qilg'isiz ziyonlarni soladi. Bu dal qatlamni qo'zg'uvchilarning va uni elib borg'uvchilarning adoqqa maqsadidir. Bu orqali ularni ham moddiy ham ruhiy jihatdan ikkinchi asliga keltirolmas qilib o'tishdir. Qatlam psixologiya nuqtasidan tushunish intayin qiyin bo'lgan inson qilmishlarining biridir. Buningda kollektiv o'zining boshqa vaqtlarda hargiz chiqara olmaydigan yoshirun, qorong'u va qo'rqinchli instinktlarini, g'azab va nafratini va o'chmanligini qatlam qurbonlariga chiqaradi. Uningda axloqiy jihatda nimaning yaxshi va nimaning razillik ekanligi o'rtasidagi farq yo'qsa, psixologiyalik jihatdan nimaning normal va nimaning benormal ekanligi o'rtasidagi farq yo'qaydi. Axloqiy jihatdan u qatlamchilarning boshqalarga, jumladan qurbonlarga empatiya ko'rsatish iqtidoridan mahrum qoldirilganligining mahsulidir. Empatiya o'zini boshqalarning o'rnida qo'yib yoki shundoq tasavvur qilib turib, ularning hislarini va tajribalarini ham bahriya olish iqtidorini ko'rsatadi. Bu odatda hissdoshlikdan farqlanadi. Hissdoshlikda boshqalarning his-tuyg'ulariga qatnashib, ularga kelgan kelishmasliklarga qarata azoblanishni ko'rsatadi. Uningda bu azobni boshqalarning nuqtasidan turib his qilish ahvoli yuz bermaydi. Shuning bilan ular o'zlarining qilmishining intayin xatarlik oqibatlarini o'ylamaydi, o'ylatqizilmaydi yoki o'ylay olmaydi. Bundaq bir marhumlikning ta'siri ostida odam sadistik, inglizcha sadistik bo'lib, boshqalarni azoblash, qiynash va xo'rlash orqali huzurlanish yuzlanishini ko'rsatadi. Va hatto insoniylikdan chiqqan tarzda boshqa vaqtda qila olmaydigan va hatto o'zimi qilishni o'ylab boqmagan vahshiylikka bemalol qadam bosadi. Qatlam qilg'uvchilar to'piga o'rtaq tava bo'lish salohiyati ularda tavalik, sabdoshlik, nishondoshlik hissini qo'zg'atadi. Ular bir-biriga qarab, bir-biridan ilhomlanib, texmi qo'rqinchli vahshiylikni qiladi. Ular o'zini bundoq kollektivda bir yakki shaxsdan ko'ra bir to'pning parchasidek ko'radi. Buning bilan ularning kallasini boshqa hammaydan to'g'ri deb qilayotganligi, shunga qilg'inining to'g'riligiga xato fikr egilagan bo'ladi. Shunga ular harakatining oqibatini jiq o'ylab ketmaydi. Uning ustiga to'pning ichida turish va uningga tava bo'lish ularning ba'zilarida nomsizlik va ko'rinmaslikdek xato sezimni keltirib chiqaradi. Shuning bilan ular xuddi qilayotganini hech kim bilmaydigandek, ko'rolmaydigandek xotirjamlikda qo'rqinchli jinoyatni davomlashtiraveradi.
Natijada qilayotgan qilmishiga bo'lgan mas'uliyat eni jiddiy ravishda tuvallaydi. Odatda qatlamning psixologiyalik qo'zg'atqich kuchi qo'rqinch, g'azab va o'chmanlikdan tarkib topadi. Qatlam qo'zg'og'ichlar o'ziga agashkuchilardagi mana shu hissiyotlarni qo'zg'atish va ulg'aytish orqali ularni qatlamni qilmasi bo'lmaydigan bir vazifa sifatida qarashga va qo'l silib uni bejonidillik bilan o'rnashga kuch kiritadi. Buningda insonning vujudida bor bo'lgan va ularning bu dunyoda yashashi va saqlanib qolishida muhim rol o'ynaydigan bu hissiyotlar bir tarafli holda yasab chiqilgan dushmanga qo'yib berilishga ustunlik bilan yetaklaydi. Uning haddidan ziyoda salbiy va vayronqilg'ish shaklda qo'yib berilishiga qarata bexatar, ko'p hollarda qonun jihatdan qo'g'dalgan muhit hozirlanadi. Shunday qilib, uzoq muddatlik elib berilgan sistemlik tashviqot va mengayush jarayonlari orqali agashkuchilar psixik jihatda kelgusida elib beriladigan qatlamning oqibatlariga qarata sezimsizlashtirilgandir. Qatlam shaxs yoki guruhini qalbning cho'nqurlaridagi bo'libmi angsizliqidagi zo'ravonlikni nishonlangan dushmanga qaratishga va uningdan chiqarilishga qarata fursat bilan ta'minlaydi. Qatlamni qo'zg'og'ichilar turli tashviqotlar orqali shundoq bir xatarlik signalini yo'llaydiki, ularning zarba bermoqchi bo'lgan dushmani gunohkorlardir. Ularning jazolanishi barhaqdir. Ular cho'qim o'zining qilgan gunohlari va hatto jinoyatlari uchun hassalab badal to'lishi kerak. Uning ustiga ularning hayoti bir pasiq hayot bo'lib, hatto biror o'simlikning yoki hayvonning hayotidanmi qadrsizdir. Mana shunday tashviqotlar orqali qatliamning yuz berishining butun mas'uliyati qatliamga uchirg'uvchilarga allaburun ortilib bo'lgan bo'ladi. Bu yerda shunday bir bema'nilik borki, qatliamga uchirg'uvchilar allaburun o'zining qatliamga uchirishining sababkori va mas'ullariga aylanib bo'ladi. Ular o'zining kelgusidagi o'limining o'tmishdagi va hozirgi sababkorlaridan qilinadi. Ular o'zining cho'qim o'ldirilishi kerakligiga hayot vaqtida oldin ola tasdiqlatqiziladi. Hech qanday bir qatlam bir kechada yuz bermaydi. Har qanday bir qatlamning yuz berishi uzoq so'zilgan tayyorlik mezgiliga muhtojdir. Ba'zida necha asrlik o'zaro dushmanlik qatlamning yuz berishini tarixiy, ijtimoiy, diniy va psixologiyalik sharoitlar bilan ta'minlaydi. Doktor Gregory Heistanten 2016-yili o'zining qatlamlarni selishtirib tadqiq qilishining natijasi sifatida qatlamning 10 bosqichini o'ttirib qo'ydi. Bu bosqichlar odatda tuz liniyalik deb qaraladi. Ammo bu 10 bosqichning mushu tartibda birining orqasidan biri o'lishib yuz berishi notayin. Shundimi, ko'p qism qatlamlar bu bosqichlarni o'zida o'xshamagan sharoitlarda va vaqtda namoyon qiladi. Birinchi, turlarga bo'lish. Bu millati, irqi, dini yoki davlat tavalligiga qarab biz va ular degan dualizmning ikkilikning barliqqa kelishini yoki aslidan bar bo'lgan dualizmning asta-asta to'qinishga aylanishini ko'rsatadi. Masalan, Germaniyada germanlar bilan yahudiylar, Rwandada Hutular bilan Tutsilardan iborat qarama-qarshi etnik guruhlarga bo'lindi. Xitoyda bo'lsa, Uyg'urlar bilan Xitoylardan iborat ikki qarama-qarshi guruhlarga bo'lindi. 5-iyul qirg'inchiligidan keyin bu qarama-qarshilik Xitoy mediasi va hukumat xodimlari tomonidan barg'ansiri salbiy va to'qinishchan shaklda ishlatilishga boshladi. Uyg'ur terrorchilari bilan Xitoy ammasi degandek. Ikkinchi, simvollashtirish. Qatlam elib boruvchilar qatlam qilinuvchilarni simvollik belgilar, mazmunlar va kiyim-kechaklar orqali ayirishga boshlaydi. Masalan, Germaniyada Holocaust vaqtida yahudiylar Davidning yulduzi orqali farqlantirildi. Uyg'urlar bo'lsa Xitoyda saqal qo'ygan va badbashir shaklda ommaviy tashviqotda ko'rilish va sazoyi qilinish orqali Xitoylardan ayrildi va ularning islomiy kimligi terrorizm bilan bog'lanishli simvollarda ifodalanishga boshladi. 3. Kamsitish. Hokim guruhi qonun, urf-odat va siyosiy kuchdan foydalanib boshqa guruhlarning jumladan qatlam qilinuvchi guruhining haq-huquqlarini inkor va bekor qiladi.
Masalan, 1935-yildagi natsist Germaniyasining Nuremberg qonunlari Germaniyadagi yahudiylarning fuqaroligini, ularning hukumatda va universitetlarda ishlashini bekor qildi. Bu orqali natsistlar yahudiylarni Germaniyadan hech yerga chiqolmas qilib etgandan keyin, ondan ularni turkumlab tutqun qilib jazo lagerlariga avatdi. Uyg'urlarning ahvolida Xitoy hukumatı 2016-yildan keyin barliq Uyg'urlarning pasportini yig'ib olib, ularning Xitoydan hech yerga chiqolmas qilib etgandan keyin ularni turkumlab jazo lagerlariga yo'lladi. Chet eldagi Uyg'urlarning pasporti to'shib ketganlarga ularni yangislab bermasdan faqat Xitoyga qaytib ketish uchun bir qatimli ishlatkili bo'ladigan sayohat hujjati chiqarib berdi. Bu orqali ularni Xitoyga qaytgan amon tutib, lagerlarga so'ladi. Shuningdek, vatandagi Uyg'urlarni keng ko'lamli ishdan bo'shatib, ularning bir qismini qo'l emgikiga soldi. Avstraliya Strategiyalik siyosat institutining 2020-yili martda e'lon qilgan setishga chiqarilgan Uyg'urlar qayta tarbiya, majburiy emgak va Shinjongdan alqon kuzatish degan dokladda Uyg'ur qul emgiki va ularni ishlatgan dangliq markalarning hammasi degidek tafsiliy bayon qilindi. 4. İnsonsizlashtirish. Hakim gruppa yana bir gruppaning insonligini inkor qiladi. Ularning a'zolarini hayvonlar, ziyandosh hasharotlar, qurut qo'ng'izlar yoki kasalliklarga o'xshatadi, tangdosh qiladi. Bu orqali insonsizlashtirilgan gruppa qarta yerginch shakllantirdi. O'chmanlik ulg'aytiladi. Bu bosqich intayin halqaliq bosqichdir. Agar oldingi bosqichlar bu bosqichga taraqqiy qilmasa, qatlamning yuz berishi asosan mumkin bo'lmaydi. Bu bosqichga kelganda hokim gruppa qatlam qilg'uvchilarga qarata keng ko'lamli kuch kiritgich tashviqotni qanot yaydirib va ularning hayotini xatar ichida deyish orqali ularning ko'ngliga qo'rqinch soladi. Qatlam qilinuvchilarni vayron qilmasa, ularning o'zini vayron qiladiganligidan iborat. Ya sen, ya men yaşayman deydigan hayat mamatlik ultimatumni o'ttirib chiqaradi. Qatlam qilinuvchilar meynatchilik, bulg'unish va axloqsizlik bilan barobarlashtiriladi. Odamdan tuvan yoki battar maxluqlar sifatida ko'riladi va jamiyatning kushandilari sifatida idroq qilinishga yetaklanadi. Qatlam elib berishga kuch kiritilayotgan gruppa a'zolariga shundoq tashviq qilinadi-ki, ularning jamiyati bu kushandilarni yo'qotmay turib, o'zining bexatarligi, sog'lomligi va pokizligiga erisha olmaydi. Mushundaq sharoitda qatlam ob'ektlari qonun orqali o'zini qo'g'day olmaydi. Bu qonunmi ham qatlam qilg'uvchi gruppaning liderlarining o'chmanlik urqini chachadigan, o't quyruqlik qiladigan nutqlarini cheklamaydi. Masalan, Xitoylarning bir qism a'zo amaldorlari Uyg'ur qatlami boshlanishdan ilgarila Uyg'urlarni xatarlik terrorchilardan qilib ko'rsatish, ayiblash va jazo lagerlarining qurilishini aqlash uchun ularning iqtidori e'tiqodi bo'lgan islom dinini xatarlik virusga o'xshatdi. Bu orqali bu virusni qayta tarbiyalash yo'li bilan bartaraf qildiganlik haqida jar soldi. Demak, Uyg'urlar allaburun Xitoy jamiyatida cho'qim tozalanishi kerak bo'lgan viruslarga o'xshatilib insonsizlashtirildi. 5. O'rinlashtirish. Qatlam ko'p ballarda biror davlat yoki hukumat tarafidan armiya bilan soqchini safarbarlikka keltirish orqali o'rinlashtirildi. Davlat ba'zida maxfiy soqchilarni ishlatish orqali qatlam qilinmoqchi bo'lganlarni qattiq kuzatadi. Uchurlarning sirtqa chiqib ketishini butunlay qamal qiladi. Qatlam qilinuvchilarni ig'ir qiyin qistoqqa oladi va o'ldiradi. U yana alohida harbiylarni, soqchilarni va gundupaylarni tarbiyalab qatlamga soladi. Bu vaqtda ushbu qatlamga yetakchilik qilayotganlarni xalqaroning oshkora ayblishi bakmi muhimdir. Shuningdek, ularning chet ellardagi boyliqlarini to'nglatish, ularga viza bermaslik va ularning guruhlarini qonunsiz deb e'lon qilish qatlamning texim adab ketishining oldini olishdagi muhim yo'llardir.
Uyghur qatlamida Xitoylar Sharqiy Turkistondagi yuqorisi atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonining barliq organlaridan tartib, töveni yerlik aholi boshqarish komitetigacha hamma tarmoqlarni ishga soldi. Bo'libmi barliq saqchi va gundupaylarni ishga solib, Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilish, ularni Xitoyning ichki o'lkalariga yoshirin yo'tkash, ichki a'zo savdosi qilish, lagerdagi Uyg'urlarni so'roq qilish, ularga bosqinchilik qilish, ularni o'ldirish va qul emgikiga selish qatorliq inson qalbidan chiqqan jinoyatlarni o'tkazyotdi. Buningga qarata Birlashgan Davlatlar Tashkilotining hech qanday bir unumlik ayblishi va to'sishi bo'lmagan ahvol ostida Amerikaning Uyg'ur masalasi bo'yicha Magnitskiy qonuni Uyg'ur qatlamiga mas'ul deb qaralgan 4 Xitoy amaldoriga Qin Chuango, Zhu Hailun, Wang Mingshan va Hu Liujunga qo'llandi. 6. Qutblashtirish. Qatlam guruhi tashviqotini texmi kuchaytib, texmi g'aljirlashdi. O'zining guruhidagilarni pat arda yuz beradigan keng ko'lamli tozalash harakatiga tayyorlik qilish uchun ularga ilib beriladigan singdirishni kuchaytirdi. Shuningdek, qatlam guruhidagi ashqullar o'zlarining qon purab turadigan tashviqoti va qilmishlarini tanqid qiladigan mo'tadillar va liberallarning ovozini o'chirdi. O'ziga qilinadigan barliq qarışıqlarning hammini qo'rqitish, popoza qilish, yolg'on so'zlash va aldamchilik qilish qatorliq usullar bilan yo'qotishga tirishadi. Shuningdek, hokim guruhpa o'zining qilmishlariga qarata qonundan destek izlaydi yoki uni qonundan o'tkazadi. O'zlarining butkul qilmishiga qarata qonuniy destek tayyorlaydi. Texmi ilgirlab qatlam qiling'uchi guruhpa o'zini qonun jihatdan qo'g'dash iqtidoridan tamoman qoldiriladi. Natijada hokim guruhpa ularga qarata har qanday ishni qilishga to'liq huquqli bo'ladi. Uyg'ur qatlamini olsak, Xi Jinping 2014-yili 2-oyning 2-qatimliq Şinjan xizmati yig'inida so'zlagan nutqi mohiyatda XKPning Uyg'urlarga qarata keng ko'lamlik ajallik bostirishining ham siyosiy ham qonuniy yetakchi iddiasidir. Mana shu nutq bu qatimliq qatlamning maqsadini qip yalang'och o'tirib qo'ydi. 7. Tayyorlanish. Qatlamliq o'ldirilishliklarga qarata sistemlik plan tuzildi. Natsistlar Yahudi masalasiga nisbatan oxirgi tadbir planini tuzdi va uni qadam bosqichliq ijro qildi. Ular ko'p hollarda o'zlarining planlarini efemizmlik, siliqlig'ichi atallar bilan niqoblaydi. Ular etnik tozalash, saplashtirish yoki anti-terrorizm degandek atallar orqali o'zlarining nishonini bildiradi. Ular qatlamni elib berish uchun qurol setib oladi yoki uni keng ko'lamda ishlab chiqaradi. Avomni qurban guruhidan qo'rqadigan qilish orqali ularning o'chmanligini qo'zg'aydi. Liderlar agar ularni o'ltirmasak, ular bizni o'ltiradi deb ularni o'ltirishni o'zini qo'g'dash nomida zo'rlashtirdi. Uyg'ur qatlamini elib berishdagi butkul jarayon Xitoy hukumat tomonidan boshdan oxir anti-terrorizm bahonasida elib berilib kelinyapti. Buningdagi kuch kirguvchi logika shuki, agar biz Uyg'ur terrorchilarini o'ltirmasak, ular bizni o'ltiradi. Shunga biz ulardan o'zimizni qo'g'dimsak bo'lmaydi. Buni elib berishdagi asosli muassasa bo'lmish qushxonalar siliqlashtirilib, Uyg'urlarni nomratlikdan qutuldirish bo'yicha tarbiyalashdagi qayta tarbiyalash markazlari deb ta'riflanyapti. Bu orqali Uyg'ur qatlamining butkul maqsadi yoshirilib, dunyoni, Xitoy fuqarolarini va Uyg'urlarni aldash ko'zlanyapti. 8. Ziyonkashlik qilish. Bu bosqichda qurbonlar etnik yoki diniy kimligi bo'yicha boshqalardan ayirib o'tiladi, o'lim tizimligi tuziladi. Davlat tarafidan bir tutash planlangan qatlamda qurbonlarning mol-mulki musodir qilinadi. Ba'zida ular alohida gettolarda yashashga buyuriladi yoki jazo lagerlariga elib kelinadi yoki ocharchilik qoplagan rayonlarga yo'tkab kelinib, ochliqdan o'ldiriladi. Ular qasddan hayotlik uchun zarur manbalardan mahrum qoldirilib, asta-asta o'ldiriladi. Masalan, oziqliq, su, dora va boshqalar. Ularning avlod qoldirishi cheklanadi yoki ular tibbiy usullar orqali avlod qoldira olmas qilib o'tiladi. Ayollar bo'lsa umumyuzlik holda majburiy tug'mas qilib o'tiladi. Balasi tushirib o'tiladi. Balalar ota-onalaridan ayirib o'tiladi.
Qurban guruhining aqalli kishilik huquqlari qonunsiz o'ltirishlar, qiynashlar va majburiy yetkazishlar davomida sistemalik dafsanda qilinadi. Qatlamliq qirg'inchilik keng ko'lamda rasmiy boshlanadi. Bular maqsadlik holda qurban guruhini vayron qilishni ko'zlagan qatlamliq harakat kategoriyasiga kiradi. Jinoyatchilar o'zlarining qilmishlariga qarata xalqaro jamiyatning qanday inkas qaytardiganligini yaqindan kuzatadi. Agar xalqaro jamiyatning ularning qilmishiga qarata inkosi bo'lmasa yoki sus bo'lsa, ular shuni to'nib yetadiki, xalqaro jamiyat faqat tomoshabin sifatida turib beradi va yangidan yangi qatlamlarga yo'l qo'yadi. Bu bosqichda qatlam tez qutquzishi cho'qim e'lon qilinishi kerak. Kuchli davlatlarning, rayonlik tashkilotlarning BDT xavfsizlik kengashi yoki BDT umumiy majlisining aralashishini qo'lga keltirilishi kerak. Xalqaro qurolliq aralashishga tayyorlik ko'rishi yoki qurban guruhining o'zini qo'g'dishga tayyorlik qilishiga yordam berish kerak. Uyg'ur qatlamida bu bosqichning yuqorida bayon qilingan asosiy alayliklarning hammasi tepiladi. Ammo tepilmayotgani xalqaro jamiyatning, jumladan BDTning Xitoyning besimi ostida butunlay sukut turib olganidir. Shuningga ko'ra, Xitoy qatlam jinoyatchilari Uyg'ur qatlamini hech tap tortmasdan texmi ashaddiy yo'sinda davomlashtiryotdi. 9. Yo'qotish. Bu bosqich bakla tez o'tadi. Keng ko'lamli qirg'inchilik umumiylik yuz beradi. Bu qotillar uchun yo'qotishdir. Ular bu yo'qotishni hech tap tortmasdan qiladi. Chunki ular o'zining o'ltirayotganini odam emas, balki odamdan to'van maxluqlar deb qaraydi. Qatlam harakatlari qurbonlarning qanchalik insonsizlashtirilganligini qo'rqinchli tarzda ayon qiladi. Jasadlar maxfiy bir taraf qilinadi, kuydirib o'tiladi yoki kollektiv ko'mitiladi. Bosqinchilik urush quroli sifatida ishlatilib, qurban guruhining g'ururini yer bilan yeksan qilish yoki ularni gin nuqtasini o'zgartirish yoki ularni o'ldiritish uchun ishlatiladi. Qurbanning kultural va diniy muassasalari vayron qilinish orqali ularning mavjudligi tarixdan o'chirilish xavfiga duchor bo'ladi. Bu bosqichda faqat tez va kuchli qurolliq aralashishlar qatlamni to'xtata oladi. Haqiqiy bexatar rayonlar yoki qurban guruhidagilarning qachish koridorlari kuchli xalqaro qurolliq aralashish yo'li bilan ochilishi kerak. Agar qatlam kichik doiralik bo'lsa, BDTning yuqori tayyorlik brigadasi yoki YBning Yevropa Birligining tez inkas qo'shini ishga solinishi kerak. Agar qatlamning doirasi keng bo'lsa, BDT tarafidan tasdiqlangan ko'p tarafli qo'shin ishga solinishi kerak. Agar BDT xavfsizlik kengashi faoliyat olg'ishib qolsa, BDT Xartiya 8-bobining ro'yi bo'yicha rayonlik ittifoqdoshlar cho'qim harakatga o'tishi kerak. Uyg'ur qatlamida Xitoyning g'oyasur harbiy, siyosiy va iqtisodiy kuchining ayvisi ostida BDT butunlay faoliyatga keltirildi. Hatto Xalqaro inson haqlari komissiyoni Uyg'ur guvohlik berguvchilarining tizimligini Xitoy hukumatiga topshirib berishdek jinoiy qilmishni sodir qildi. Uning ustiga Uyg'ur qatlami yurgizayotgan davlat turuqliq Xitoyning 2020-yili 10-oyda BDT kishilik huquq kengashining a'zosi bo'lishi Uyg'ur qatlamining BDT kanallari orqali to'xtatilish mumkinligini butunlay yo'qqa chiqardi. 10. İnkarlash. Bu oxirgi jarayon bo'lib, ko'p hollarda qatlamga agishib yuz beradi. Bu keyingi qatlamning yoki qilinayotgan qatlamning davomlashishining aniq alomatidir. Bu vaqtda ba'zida qatlamchilar ommaviy qabrlarni ko'lab, jasadlarni ko'ydiradi. Bu orqali pokitni yo'qotmoqchi bo'ladi. Shundaqla shohidlarga va amallarga qattiq besim tushirib, ularning og'zini etmoqchi bo'ladi. Ular o'zlarining biror jinoyat o'tkazganligini jon-jahl bilan inkor qiladi va butun mas'uliyatni qurbonlarga ortadi. Ular jinoyatlarining tekshirilishiga qattiq to'sqinlik qiladi. Qatlamga mas'ullar huquqdan majburiy tushirilmaguncha hargiz tushmaydi. Hem jinoyatning sotlanishidan qo'rqib, yoshirin holda boshqa davlatga qochib ketmoqchi bo'ladi. Tinivilishga qarshi turishdagi eng unumli yo'l qatlam mas'ullarini xalqaroliq yoki davlatlik sudda sotlab jazolashdir. Sudda faktlar o'tirib qo'yiladi, jinoyat bekitiladi va mas'ullar jazolanadi. Ilgari Yugoslaviya, Rwanda yoki Sierra Leone'dagi qatlamlarga qarata xalqaroliq jinoiy ishlar sudi ochilgan. Yerlikdimi paket anlash yig'inlari ochilib, qatlamning muhim va asosli liderlari emaslarga qarata qonuniy vositalar qo'llanish kerak.
Uyg'ur qatlamida Sharqiy Turkiston sürgün hökumətining yaqında Uyg'ur qatlamini xalqaralıq jinoiy ishlar sotiga sunish tirishçiliklari Uyg'ur qatlamiga mas'ullarni xalqaralıq qonun orqali jazolash bo'yicha besilgan intayin muhim qadamdir. Bu qadamning utuqliq bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, bu Uyg'urlarning qatlamning qurbonlari uchun adolat talab qilishidan emas, balki ularning psixik tangpunlikqa erishishidagimi intayin muhim bir yo'ldir. Bu haqda keyin texim ilgirlab to'xtalamiz. İnsonsizlashtirish qatlamning yuz berishdagi muhim bir bosqichdir. Masalan, odamdan to'van biz nemishqa boshqalarni tushiramiz, qul qilamiz va yo'qitamiz va yaqin nashr qilingan insonsizlik haqida, insonsizlashtirish va uningga qandoq qarshi turish haqida degan kitoblarning avtori David Livingstone Sims o'zining NPR radiosiga bergan suhbatida mundaq deydi. İnsani sizlashtirishni ta'birlash va tasvirlash muhimdir. Chunki u sharafsizlik va qatlamga yo'l ochadi. U texmi ilgirlab mundaq deydi. Kishilar boshqalarni insonsizlashtirganda amaliyotda ularni insondan to'van maxluqlar sifatida idrok qiladi. Nasr yahudiylarni antermenchen yoki to'van insonlar deb tasvirlaganda ularni o'xshash sifatida qo'llanmagan. Ya'ni ularni to'van insonlarga o'xshaydi demagan, balki ularni haqiqatan to'van insonlar deb atagan. Shundaqla bu qatlam jarayoni zo'ravonlikni azod qila oladi va bu zo'ravonlikning nishonini axloq jamoatidan chiqarib tashlay oladi. Bu jarayonda nishonlangan irq, diniy guruhpa, etnik to'plum yoki kollektiv tadrijiy holda nihoyat yerginishlik va razgi narsaga o'xshatiladi. Masalan, ayni vaqtda natsistlar yahudiylarni chashqonlarga, Rwandadagi xutular tutsilarni suvarkiga o'xshatgan edi. İnsonsizlashtirish nishon xalqni yo'qotishdan iborat bir biologiyalik zaruriyatni jiddiy o'ttirg'i chiqaradi. Chunki bu hayvonlar odatda insonlarning salomatligiga ziyon yetkazadi deb qaraladi. Ya'ni bu o'xshashlarning orqasida shundoq bir shurkinarlik uchur borki, nishonlangan guruhga mushu hayvonlardekla yerginishlik, ziyonliq va kushandilikdir. Ularning mavjudligi ommaviy saqliqqa ziyonliqli emas, balki tahdiddir. Bu xil yoshirin tahdid uchuri anglag'uvchilarning tuvan angsizligida bu xil xatarlik tahdidni yo'qotishning ta'xirsizligidan iborat jiddiylik tuyg'usini barliqqa keltirdi. Bu o'xshatish mohiyatda odamiylikni hayvoniylikqa tushirish jarayonidir. Bu orqali anglag'uvchilarning kallasida odam tadrijiy holda davomli elib beriladigan tashviqotlarning hosilati sifatida hayvonlashadi. Ularning kallasida bu hayvonlikdan saskanishlar emas, balki uningdan qo'rqish va yerginish shakllantiriladi. Bu hayvonlar hamda odamlar emas, yo'qitilmasa, ular yo'qitiladi. İnsanның kallasidagi eng tubki va eng ibtidoiy bexatarlik tuyg'usi mushuning bilan tizla unumlik aktivlashtiriladi. İnson qiyofatidagi bu hayvonlarning yo'qotilishi dal ularning omon qolishining psixik oldingi shartidir. Bu ideya ularning kallasiga qayta elib berilgan tashviqotlar orqali singdiriladi, ichkilashtiriladi. Tashviqotning ta'sirining doirasi qatlamga yetaklanayotgan odam ammini tadrijiy manipulatsiya qiladi. Bu kollektiv idroklangan tahdidni yo'qotish uchun qilmasi bo'lmaydigan siyosiy yoki diniy vazifalar emas, yoki saqliq haqidagi ogohlantirishlar emas, balki bir axloqiy buyruq bo'ladi. Bu axloqiy buyruq o'z-o'zidan tahqiqlangandir. Natijada bu tashviqotlar shundoq bir ajoyib kollektiv irodani barliqqa keltirdiki, ularning o'tkazmoqchi bo'lgani bir jinoyat emas, balki bir ulug' axloqiy vazifani ijro qilishdir. Bu yerdagi muhim nuqta shuki, insoniyat tarixidagi nurg'un qatlamlarda nishonlanuvchi guruhining liderlari o'z a'zolarini yana shuningga taltoks ishontirdiki, ularning yo'qotgani odamlar emas, balki hayvonlardir. Bu ishni bu guruhdagilarni shundoq bir xomxayolga keltirib yetaklaydi-ki, ularning qilmishi ulug'vordir. Ya'ni o'zlarining omon qolishini qo'lga keltirishga atalgan ulug'vor qilmishdir. Ular buning uchun axloqiy jihatdan mukofotlanadi. Tarixda yodlanadi. Shunga ularda o'zining qilmish uchun hech qanday bir gunoh tuyg'usi bo'lmaydi.
Şunun bilan hissiyat jihatdan hissiyatsizlashtirilgan, gunoh tuyg'usidan mahrum qoldirilgan va axloqiy jihatdan o'zining harakatining oqibatiga qarata sezimsizlashtirilgan nishonlig'uchi guruhi a'zolari kollektiv holda bir-birining vahshiyligidan texim jasoratlanadigan vahshiylikka hech ikkilanmasdan qadam qo'ydi. Uyg'ur qatlami bo'lishdan ilgari Uyg'urlarning obrazimi nihoyat yerginishlik, xatarlik va tahdidlik bo'ldi. Uyg'urlar 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin izchil holda Xitoyning har qaysi medialarida birdek holda terrorchi deb tashviq qilindi. Bu tashviqotlar Uyg'urlarning shundoq bir obrazini Xitoy ommasining kollektiv idrokida yerlashtirdiki, Uyg'urlar yerginishlik va qo'rqinchli emas, balki tahdidlikdir. Uningdan keyin Uyg'urlarning e'tiqod qiladigan dini bo'lgan islomga bir virusga o'xshatilishi ularning kollektiv ruhiy kasallardan ekanligidek obrazni o'ttirib chiqardi. Demak, ular Marks degan apyundek dinga e'tiqod qiluvchilar bo'lishibdi bilan bu qabohatlik dinning kasalman viruslari bilan yo'qlanuvchilardan edi. İslam bilan terrorizm ma'nida so'zga aylanib bo'lgan Xitoy jamiyatida bu shuningdan derak beradiki, Uyg'urlarning kallasi terrorizmlik virusi bilan yo'qlangan. Ular bu virusni Saudiya Arabiston, Turkiya, Malayziya, Qozog'iston va O'zbekiston qatorliq islom davlatlariga chiqib yuqtirib kelgan. Shunga ularning Xitoy jamiyatida erkin ozod yurishi xatarlik. Chunki ularning kasali boshqalarga yuqishi va ularning hayotiga xavf yetkazishi mumkin. Shuning uchun ular bu virusdan qutulish uchun Xitoy kommunistlari tomonidan doktorxonada, ya'ni qayta tarbiyalash markazlarida yotqizilib sistemlik davolanish kerak. Shunlashqa Xitoylar shundoq deb turib oladiki, boshqalar, jumladan Amerika tomonidan ayblanayotgan Uyg'urlarni yo'qotishni ko'zlaydigan bu qatlam qandoqdir insoniyatga qarshi jinoyat emas, balki Xitoyning Uyg'urlarni virusdan qutuldirishga yordam berishi va o'zini terrorizmning virusining qo'dashdagi haqli harakatdir. U gunohsizlarga qilingan qotillik emas, balki terroristlardan haqli qo'g'inishdir. Xitoy hukumatining yuqorqidek ming-yush tashviqotlariga ishonadigan, keyinchi ishindigan qilingan yoki Uyg'urlarga tegidan o'ch Xitoylar albatta Xitoy Kommunistik partiyasining Uyg'urlardan iborat xatarlik virusni o'zining hayotlik boshliqidan yo'qotib berishidan favqulodda rozimanlik his qiladi. To'yatni buzish dal mana shu maqsadning tarkiblaridir. Bu şuar Uyg'urlarning zaharlik o'tchib ekanligidek obrazini Xitoylarning idrokiga sunadi. Zaharlik o'tchib ekanligidek obrazini Xitoyning idrokiga sunadi. Bu o'tchib chuqur milsidan qo'mirib tashlanishi va ashu tuproqda ikkinchi qayta o'silmaslik kerak. Bu yerdagi virus bilan yiltizning har ikkisi biologiyalik atalg'ulardir. Bu atalg'ularni qo'llanish orqali Xitoy kommunistik tashviqotchilari avom Xitoylarning kallasiga nimaning sog'lom ijtimoiy hayot ekanligi va nimaning bundoq hayotligida tahdid elib kelayotganligidan iborat oddiy hamma odamning jonijon manfaatiga munosabatli qoidani nihoyat osonla va g'albilik holda kirgizalaydi. Hammamizga ma'lumki, sog'lom hayot butun insoniyat talpinadigan va uni barpo qilish uchun kuchaydigan hayotdir. Bu hayot ularga baxt ato qiladi. Shunga bu organik va garmoniyalik hayotning tahdidi hargiz qabul qilinmaydi va hargiz kechirilmaydi. Siyosiy dushmanning biologiyalik nuqtadan hayotlikning dushmani sifatida tasvirlanib, ammoga ko'rsatilishi Uyg'ur qatlami haqidagi Xitoy tashviqotining qanchalik inchik o'ylashganligining dalilidir. Chunki bu orqali har qanday bir insonning hayotlik instinkti va pozitsiyasini tizla to'liq aktivlashtirg'ili bo'ladi. Hayotlikning dushmani mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar rahim shafqatsiz vayron qilinish kerak. Bo'lmasa hayotlik vayron qilinadi. Tabiatning qonuniyati shuki, nimiki yoki kimiki bundaq tabiiy hayotlikqa tahdid shakllantiradi ekan, uningga rahim qilinmaydi. Uyg'urlar cho'qim bu hayotlik boshliqini vayron qilishdan ilgari uzil-kesil vayron qilinish kerak. Bu jarayonni tilshunoslik nuqtasidan tushuntirishga bo'ladi. Xitoy tili Xitoylarning kultural psixikasini tushunishga bir qulay ham muhim ko'znakdir. Buningga oldi bilan qurilmachilik nuqtasidan qarab boqayli. Xitoyning dunyosi boshdan oxir til bilan qurilgan, boshqariladigan va o'zgaradigan dunyodir.
Xitoyni tushunish oldi bilan uning tilini tushunishdan boshlanish kerak. Chunki uning tili, uning ruhiy dunyosi bo'lib qolmasdan Xitoy tashqi dunyoga bo'lgan pozitsiyasi, xohishi va irodasini bildiradigan belgilarning tarixiy sistemasidir. Xitoyning xetining ma'nosi uni tashkil qilgan yon bo'laklarning va qismlarning o'rtaq bir kontekstga kirish orqali amalga oshadi. Bu ma'nodan bütün bir so'zni tushunish, uning tarkiblarini ham ayrim ham qo'shib tushunishdan hech bo'lmasa idrok qilish va hatto tuyishdan ayrilmaydi. Shunga agar Uyg'urlar oddiy ammo yerganishlik ismlar bilan atalsa, buning obrazi Xitoylarning kallasiga nihoyat tezla o'rnashadi. Ular bu ismni tezla esida tutib oladi. Uningga jiddiy inkas qaytaradi va shu bo'yicha darrov yetaklanadi. Bununğa görə Xitoyning zihniyatida Uyg'urlar, Şinjanlıqlar va terroristlar degan bu uch so'zning hech qanday farqi yo'q. Shuningdek, ularning birikmasi eng oxirida Uyg'urlar virusdir deydigan eng oddiy, ammo eng vahimalik va yerginishlik bir ifodalash tarayğınida Uyg'urlarni ularning nazarida qo'rqinchli va yerginishlik bir maxluqlarga aylanadi. Bularni qilish uchun Xitoy urush qilishga tayyorlik qilmaydi, balki o'zining tilini mediada qayta o'ynasila yetarlik unumli yarata oladi. Hitler ayni vaqtda ijtimoiy darvinizmni suiiste'mol qilish orqali o'zining yahudiylarni qirishni nazariy nuqtadan sharhladi. Albatta ijtimoiy Hitler ayni vaqtda ijtimoiy darvinizmni suiiste'mol qilish orqali o'zining yahudiylarni qirishini nazariy nuqtadan sharhladi. Albatta, ijtimoiy darvinizm Hitlerning yahudiylarning qirishiga mas'ul emasdir. Hitler faqat uni bir xil logikalik vosita sifatida aqliy tafakkuri yuqori deb qaraladigan germanlarni qoyil qilish uchun ishlatdi. Bu nuqtai nazarda Germanlar Yahudiylarning tahdidi ostida bir butun millat sifatida yo'qolish xavfida qolib ko'rsatilgan va ularning buningda his qilindiriladigan qo'rqinchi va buningga qaytiradigan g'azab nafrati urg'utildi. Hitler uning bilan qolmay 1933-yilidan toki 1945-yilgacha German jamiyatini davlatning salomatligiga ziyonli biologiyalik tahdidlardan xoli qilish, tozalash kampaniyalarini qo'zg'adi. Bu tahdidlar dal Yahudiylar edi. O'xshash usulda Xitoy doiralari bu biologiyalik hukmlarni ishlatish orqali Uyg'urlarni vayron qilish planini Xitoy jamiyatiga tabiiy qilib ko'rsata oladi, tushuntira oladi. Uning qo'llangan bu o'qitishları intayin tezlikda va chunqurlikda Xitoylarning o'z-o'zini qo'g'dash instinktini qo'zg'aya oladi. Bu orqali Xi Jinping yetakchiligidagi Xitoy hukumatı Uyg'urlarga elib berilayotgan psixik urushni Xitoy ommasining kallasida normallashtirib oladi. Keskin qilib aytganda, Xitoyning Uyg'ur qatliamining markazida psixik urush taktikasi bor. Bu urushning faqat ikkala maqsadi bor. Biri Uyg'urlarni millat sifatida kallasida qayta shakllantirish, qayta qurashtirish va qayta yaratish, xitoylashtirish. Yana biri bu qatlamni xalqaroga aldab ko'rsatish. Urushda psixikalik texnikalarning muhimligi Xitoy zihniyati uchun uncha yangilik emasdir. Miladiydan burunqi 6-asrda Xitoy generali va harbiy strategiyachi Sunzi urushda yengishda psixologiyalik omillarning muhimligi haqida sistemlik to'xtalgan.
Sunzi tunji bo'lib urushni qandaq qilib aldashchan usullarni qo'llanish orqali dushmanning ko'z qarashlari, hissiyotlari, pozitsiyalari va qilmishiga ta'sir ko'rsatgili va hatto payt kelsa ularni o'zgartgili bo'lganligi haqida mufassal nazariyalarni o'tirib qo'ydi. Psixologiyalik urush nihoyat qobil bir kallaning reallikning o'zining manfaatiga uyg'unlashtirib, qaytadan qurashtirib chiqib, yolg'onchilik, o'sak so'zlar, qo'rqinch selish va tashviqot orqali urushda yengishni maqsad qiladi. Bu urushning markazida yoki dushmanning qalbidan utish yoki agar undaq qilish mumkin bo'lmasa, ularning qalbida vayron qilishdek bir adoqqa nishon bor. Sunzining cho'qing'ichisi bo'lgan Mao Zedong 1951-yildan 51-52 yillari uzluksiz elib berilgan ideya o'zgartish kampaniyalari orqali Xitoy fuqarolarining kallasini qisqa oraliqda muvaffaqiyatli o'zgartib, ularning marksizm, leninizm va maoizmni qabul qilishini tez orada ishga oshirdi. Cho'ng shaharlardan tortib toki yiroq yezi qishloqlargacha elib berilgan bu kampaniyalar odamni hayron qoldirgudek natijalarga erishdi. Bu kampaniyalarda ishlatilgan psixik texnikalar o'z-o'zini tanqid qilish, siyosiy bilimlarni to'xtamay yodlash, o'zini o'zgartish irodnomalarini yezish va uni boshqalarning nazoratiga topshirish, boshqalarning ma'lum qilish va ulardan chek-chegarasini ayirish va singdirish qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Bu kampaniyalarda xalq oldi bilan kommunistlar tarafidan siyosiy jihatdan savodsiz va ishonchsiz, ideologiya jihatdan ojiz, shunga jiddiy tarbiyalanishga muhtoj deb qaraldi. Shunga ular o'zlarining ideologiya jihatdan xato o'rinda turayotganligini e'tirof qilishga majburlandi. Buning uchun ulardan cho'qim kommunistlarning bu jihatda ularni yetaklash xarakterlik yordamini qabul qilishi va uningga moslashish talab qilindi. Ular faqat kommunistlarningla ularni o'zlarining xato, og'dirmachilikqa to'lgan va xatarlik ideologiyalik yo'ldan ondirib, to'g'ri yo'lga boshlay oladiganligiga ishonishga yetaklandi. Shuningdan tartib ideviy o'zgartish, ideviy birdaklikni saqlashning Xitoydagi barliq millatlarni birdan-bir ideologiya bo'lmish, sotsialistik ideologiyada qattiq kontrol qilishning muhim yo'liga aylandi. Yillar sari kommunistlarning xalqni psixik jihatdan kontrol qilishi texnik sistemlikqa, inchiklikka va g'oyat zo'r ko'lamga ega bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda bu xil kompaniyalar qo'rqinchli talofatlarni elib keldi. Masalan, madaniyat zo'r inqilobidagi tugumas ideviy kurashlar Xitoyni g'oyat zo'r ruhiy kasalliklar jamiyatiga aylantirdi. Hamma odam bir-biridan qattiq gumonlanish natijasida bir-birining kallasini bilish, kontrol qilish va yoki vayron qilish asabiyligida oxiri hammaylang kallasidan ketishdak oqibatga qoldi. Uningdan keyingi Xitoy siyosiyonlarining hammasi degidek ideviy birlikni ishga oshirish uchun psixik texnikalarning, masalan, tashviqot, ommaviy manipulyatsion, psixik besim shakllantirish va kollektiv qo'rqinchni ichkilashtirish yo'llari orqali psixik jihatdan kontrol qilish yo'lini tutib keldi. Xitoydagi ideya islohoti mundaq bir oldingi tushunishga tayanganki, kimki siyosiy jihatda xato yo'lda bo'lar ekan, u cho'qim siyosiy jihatdan davolanish kerak. Bu dal Xitoy siyosiy besimning patologiyalashtirilishi va majburiy psixik davolash elib berishning qonuniylashtirishidir. Bu xil qarashning manbasini Mao Zedongning 1942-yili 8-fevralda so'zlagan partiya ishidagi dogmachilikqa qarshi turish degan nutqidan izlash mumkin. Bu nutqda u partiya ishidagi asabiylik va ushshaq burjua inqilobchilarining bir taraflamliklarining partiyaga keltirgan xatarlari haqida to'xtaladi. Bu xatarlarni tugutish uchun partiya ishidagi bu xil ushshaq burjuaziya qoldiqlariga cho'qim sen kasal deb farqlab aytilishi va ular partiyaning davolashini cho'qim qabul qilish kerak. Mao Zedong va uning izbosarlarining kallasida shundoq bir dogma boshdan oxir mavjud bo'lib keldiki, XKP bilan bir yo'lda bo'lmaslikning o'zi siyosiy jihatda qabul qilg'ili bo'lmas xatoliklar emas, balki psixik jihatda sal qarashga bo'lmaydigan kasallikdir. Shunga faqat kommunistik doktorlarla ularni bir kasal sifatida davolay oladi. Bu kontekstdagi doktor bilan kasal o'ttirishga munosabat hargizmi o'zaro hamkorlik nuqtasidan emas, balki majburiylik nuqtasidan tushunilishi kerak. Kasalda o'zga qandoq diagnosning qo'yilganligi va qandoq davolanganligiga aralashish huquqi bo'lmaydi. Faqat aktivlik bilan moslashishi va davolanishi qabul qilish kerak. Shuningdek, kommunistik doktorlarmi shuningga shaksiz ishindiki, ham ishonishga majburlanadiki,
Ular kasallarning saqligi uchun ajr singdiruvchilardir. Ular xuddi qadimki greklarning tebi Hippokratesning zaxmlandirma degan meditsina prinsipi bo'yicha kasal davolaydi. Ular yana shuningga ishonishga yetaklanadiki, doktorlarning davolashi meditsina nuqtasidan emas, balki axloq nuqtasidanmi qoidaga uyg'undir. Ular har zaman o'zining qilayotganlarining mutlaq prinsiplik ekanligiga chin tutadi. O'zining qilmishiga qarata texmi ilgirlagan holda axloqiy o'ylashda bo'lmaydi. Bir kommunist uchun odamning kallasi ishonchsiz bir bo'shliqdir. Chunki u xatarlik ideyalarning iziqtirishiga uchrab turadi. Bu ma'nodan kallani har vaqt bu xatarlardan saqlash kommunistik hokimiyatning muhim burchidir. Buningda har bir kallaning partiyaning prinsipi bo'yicha birdek minishiga kafolat qilish ochiqdir. Shunisi bizni hayron qoldirmaydiki, kommunistlar har vaqt kishilarning kallasidan gumonlanib turadi. Shunga kallani tekshirib turish ular uchun cho'qim qilinmasi bo'lmaydigan bir zarur xizmatdir. Ammo kallaning ko'rinmasligi ular uchun jiq ovarchiliklarni keltirib chiqaradi. Shunga ularning butun ishimi xiyoli qandoq qilganda individuallarning kallasini ko'rinadigan qilishdir. Bunun çaresi mecburi iqrar qildirish orqali hech qanday bir maxfiyatlikning kallada ko'rinmay qolishining oldini olish, to'yonam yozdirish, bir-birini chiqishtirish salmog'ini zo'raytish, kallani yuyish va qattiq qiyin qistoq qilish orqali kalladagi hamma maxfiyatlikni so'zlatish qatorliqlardir. Shuning bilan bir vaqtda kallaning ko'rinmasligi kommunistlarni har vaqt endishiga solib turadi. Bu endisha kuchayganda qo'rqinchqa va hatto paranoyaga o'zgardi. Paranoya hech qanday pakt bo'lmagan ahvol ostida haddidan ziyoda qo'rqinchqa va endishaga to'lgan hissiyot bo'lish sabab bilan paranoya ma'lum yo'llar orqali boshqalarning tahdidiga uchrayotgandek, boshqalarning ko'zish ostidagidek his qilishni ko'rsatadi. U nurg'un kishilarda hayotning ma'lum mezgilda ko'rilishi va keyinchi yo'qolib ketishi mumkin. Ammo u uzoqqa so'zilsa va kallani har vaqt chilmab tursa, bu psixik qalamqonchilikning ifodasi bo'ladi. Buningdan qutulish uchun ular texmi radikal metod orqali kishilarning kallasining texmi chunqurlarini tekshirishga boshlaydi. Buningdagi maqsad hargizmi nuqul holda ularning kallasini to'liq ko'rish emas, balki texmi muhimi o'zini o'zi ko'ra olmaslikdan kelib chiqqan paranoyaning tugumas besimidan ozod qilishga urinishdir. Xitoy kommunistlarida o'rtaq bo'lgan paranoyaning besimidan ozod bo'lishga urinish xohishi o'z navbatida Uyg'urlarni Xitoylardan butunlay ayirib tashlash orqali ularning kallasidan keladigan xatarni to'liq yo'qotishdek asabiy bir planga yo'l ochdi. Mana bu Xitoylarning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarini qaysi xil psixik qo'zg'atqichning va benormallikning yetakchiligida qurganligining asosidir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.